Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar tafsirining o'zidan darsimiz davom qilgan bo'lib, Yunus surasi 71 oyatga kelib to'xtab ekanmiz. Shu yerning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishimiz inshaalloh. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبع نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygur tercümesi.
Ularga Nuh'ның qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida Nuh qavmiga: "Ey qavmim, agar sizlarga mening ichinglarda turishim va sizlarni Allohning oyatlari bilan qo'rqitishim egri kelgan bo'lsa, men Allohga tavakkul qildim. Ya'ni Allohga yo'landim. Sizlarga parvo qilmayman. Sizlar bulturinglar bilan birlikda meni qasdlaydigan ishinglarni qaror qilib beringlar. Ishinglar sizlarga tutuq bo'lib qolmasin. Ya'ni meni qasdlaydigan ishinglar oshkor bo'lsin. Ondan meni birdammi kechiktirmay, mening haqqimda xohlaganingizni ijro qilib beringlar. Agar sizlar mening nasihatimdan yuz yursanglar, sizlardan yuz yurishinglarga sababchi bo'ladigan haq so'rag'im yo'q. Men ajrimni faqat Allohdan so'rayman. Men Allohga bo'ysunuvchilardan bo'lishga buyurildim, dedi. Lekin ular Nuhni yolg'onchi qildi. Uni va uning bilan kemida bilib bo'lg'uchi mu'minlarni qutqizdik. Ularni, ya'ni biz qutqazgan kishilarni g'arq bo'lganlarning o'rin bosarlari qildik. Bizning mo'jizalarimizni inkor qilganlarni to'pon balasi bilan g'arq qildik. Ey Muhammad, ogohlantiruvchilar, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onchi qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Nuhdan keyin nurg'un payg'ambarlarni o'zlarining qavmiga avatdiq. Qavmiga ular ro'shan mo'jizalar bilan keldi. Ular, ya'ni payg'ambarlar kelishdan ilgari inkor qilishgan narsaga iymon etishmadi. Kufrda haddan oshquchilarning dillarini ashundoq pechatlaymiz. Ulardan keyin Musa bilan Harunni Fir'aunga va uning qavmining cho'nglarga nurg'un mo'jiza bilan avatdiq. Ular iymon etishdan buyuntavlik qildi. Ular gunohkor qavm edi. Ularga biz tarafdan haqiqat nozil bo'lgan chog'da ular bu haqiqatan ro'shan sehrdir dedi. Musa, sizlarga haqiqat kelsa, uni sehr demsizlar. Acaba bu sehrmi? Sehrgarlar muvaffaqiyat qozonolmaydi dedi. Ular, sen bizga ota bovularimizning dinidan bizni voz ketkaztirish va zimin, ya'ni Misr ziminining saltanatini ikkinglarninki qilib olish uchun keldingmi? Biz ikkinglarga ishonmaymiz dedi. Xo'sh, واتل عليهم نبأ نوح واقصص أيها الرسول على كفار مكة خبر نوح عليه السلام مع قومه حين قال لهم إن كان عظم عليكم مقامي فيكم وتذكيري إياكم بحجج الله وبراهينه فعلى الله اعتمادي وبه ثقتي فأعدوا أمركم وادعوا شركاءكم ثم لا تجعلوا أمركم عليكم مستترا بل زاهدا منكشفا ثم اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم ولا تمهلوني ساعة من نهار. Ey Peygamber aleyhissalatu vesselam, Mekke kafirlerine Nuh aleyhisselamның kavminden boğan haberini sözlep bergin. Öz vaqtida bu Nuh aleyhisselam bu kavm için şunda dedi: Eğer sizlerge mening turuşumning uzunligi işinlarda naiti egir kelgan bolsa, in kana aduma aleykum tulu maqami demek de bunun da.
Eğer eğer kelgen bolsa sizlerge mening turuşumning uzunligi 950 yıl davamı tuğan ekan. Mening turuşumning uzunligi sizga eğer kelgen bolsa, aduma mı ya da hamda nima shaqqa va mundaq ma'noda hamda bu. Aduma. Eğer kelgen bolsa sizlarga uzun turuşumning uzunligi sizlarning ishingizda eğer kelgen bolsa va mening sizlarni esiltishim eğer kelgen bolsa, Allah'ning hujjat delil paketlerini esiltishim eğer kelgen bolsa, bunun karta ve azamtum katli ve tardi demek sizden bunu diyor. Meni öldürüşni ve meni ço koğlap sürgünde kılışni, yurttan haydap çıkırışni. Muşnun belbağlısanla faalallah. Faalallahi atimadi. Allah kıldır meni tayançam bes. O Allah kıldır meni işencem. Sıla işinli başla tayyakılı. Sıla barlık yardımcı tahalıplarını çakırınla, itibakdaşlarınla. Sılaga olan işkişinla her göz mehbi, mında hukkan mısın? Belki uç aşkara meydanda kılıvırınla. Anandın ki meni cezalavırınla, meni cezalanla. Bana kolunda imkanın yetken, imkaniyetinin içinde boğan barlık yaman usul cezanın yüzünü bana örgüzü verin. Bana her güz mü kündüzün bir saat bana bir fırsat vermenle, mühlet vermenle. Musa Aleyhisselam koymukmuşlar dedi. فَاِنْ أَعْرَضْتُمْ اَنْ دَعْوَتِي فَاِنِّي لَمْ أَسْأَلْكُمْ اَجْرًا لأن ثوابي عند ربي وأجري عليه سبحانه وحده لا شريك له وأمرت أن أكون من المنقادين لحكمه. Eğer benim davetimden sizler yüzürsünler, başlasınlar, çokum men sizlerden şak sorap kalıp, şakı eğir kilip, mandak yüzürgelik emez o davetimden. Sizlarning baxtsizliginglar, sho'rpeshonliginglar u sizlarni cho haqdan yuzurtdi. Ammo har kun sizdan man qilgan da'vatimga ajr so'rab qilib, mandaq yurganlik asli mandan mandaq yurganlik emas. Mandaq mandan cho sirtinglarni churganlik emas. Hergiz mening deganimga da'vat qilimga men sizlardan ishaqqa ajr talab qilmayman. Chunki mening savobim Parvardigorimning huzurida. Mening ishaqim, ajrim u birla Allah subhanahu taolaning zimmasida. Ki uning hech qanday sherik bo'lmagan Alloh qilib mening ajrimni Alloh beradi. Herkesinin sizlarga qilgan da'vatimga men shaq talab qilib, buni o'zi sizlar bu vaqtdan yurishingga, bosh tortishingga sabab qilganlik emas. Sizlar o'zingizniki sho'r peshonanglar mushalga keldi. Va men Allohning hukmiga bo'ysunuvchilardan bo'lishga buyurildim men. فكذب نوحا قومه فيما أخبرهم به عن الله فنجيناه هو ومن معه في السفينة وجعلناهم يخلطون المكذبين في الأرض وأغرقنا الذين جحدوا حججنا فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة القوم الذين أنذرهم رسولهم azaballahi ve ba'sahu. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi yalğan çıkardı. Nuh Aleyhisselam ulağı Allah hakkında haber vergen çağda yalğançı sen dedi. Biz Nuh Aleyhisselam bilen bir set durgan müminlerini çok kemide kutuldadık. Tufan balası yüzbegen çağda. Biz ulanı bu ziminde bu Nuh Aleyhisselam'ını yalgan çıkargan kişilerinki urun basar kıldık. Bu kemede kutulup kalganlarını ziminde ço Nuh Aleyhisselam'ını yalgan çıkargan
bu g'arqqa, o'limga mahkum bo'lganlarning izbosari qildik. Biz bizning hujjatlarimizga, dalil faktlarimizga juhudlik qilgan bu kofir bo'lgan bu ablahlarning hammani to'pon balasidan g'arq ag'dirib tashladik. Payg'ambar alayhissalom o'ylab bakın bu payg'ambari Allah'ın azabıdan ve Allah'ın g'azabidan ogohlangan qavmning oqibati qandoq bo'ladi ekan? Buni o'ylab bakın. Mekke müşriklerimi, Mekke kufarlarımı bu o'ylab baksun buni. Buni o'zi payg'ambar alayhissalom uchun va mu'minlar uchun bir tasallida va shundaqla Makkuparlar uchun bu bir tahzir, bu ogohlantirish. Qanday ogohlantirish? Ilgaki Nuh alayhissalom va uningdan keyingi payg'ambarlarningki halok bo'lgan qavmlarga tushgan uqubat, tushgan balo, jazo, agar sizlar mush banglaşıqlardan başlatmasanlar, sizlar bir aql tapmasanlar, silgim tushdi mush balo, mush jazo degandek, bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mu'minlarga tasalli va makkupurlarga nima bu tahzir. Va kunimizda shundoq, kunimizda shundoq haqdan boshlatgan, haq bilan qarshilashgan, ilohiy kalimatulloh bilan dushmanlashgan, mushundoq kunimizdagi Fir'aun, Namrud va Shaddatlar uning uzgumi bu ham bir tahzir. ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم هودا وصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وغيرهم فجاء كل رسول قومه بالمعجزات الضالة على رسالته وعلى صحة ما دعاهم إليه فما كانوا ليصدقوا ويعملوا بما كذب به قوم نوح ومن سبقهم من الأمم الخالية وكما ختم الله على قلوب هؤلاء الأقوام فلم يؤمنوا كذلك يختم على قلوب من شابههم ممن بعدهم من الذين تجاوزوا حدود الله وخالفوا ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته عقوبة لهم على معاصيهم. Anandan keyin biz Nuh alayhissalomdan keyin nurg'un payg'ambarlarni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. Hud alayhissalomni avatdiq. Ot qavmi uchun Solih alayhissalomni avatdiq. Nima uchun? Samud qavmi uchun İbrahim alayhissalomni avatdiq. Lut alayhissalomni avatdiq o'zning qavmiga. Shuayb alayhissalom va undan boshqa nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Her bir payg'ambar o'zgacha o'zining payg'ambarlikligini uqtirdigan, uni isbotlab bergan mo'jizalar bilan keldi. Va o'zi chaqirgan, o'zi uniga da'vat qilgan, chaqirgan narsaning sahih, durust, bu nima to'g'ri ekanligini mushni isbotlagan mo'jiza bilan keldi. Lekin ular onun uchun hech tasdiq qildigan bo'lmadi. Uni ishonmadi ular. Va uning uchun amal qilmadi. Xuddi Nuh alayhissalomninki qavmi yolg'onga chiqqan narsa bilan ular yolg'on chiqarib hargiz ishonishga bo'lmadi. Nuh alayhissalomning qavmi va uningdan ilgaki ummatlardan iborat mushular yolg'onga chiqqan narsalarni yolg'on chiqarib bu payg'ambarlarga bular hech bir tasdiq qilg'ili unmadi. Va shunga o'xshash Alloh mushu qavmlarning qalbiga mehr urayotgan o'xshash, mehr urayotib iymon keltirmagandek shunga o'xshash Alloh subhanahu va taolo ashlardan kim bo'lgan, ashlar bilan bir markalik, ashlar o'xshaydiganlarning qalbiga Allah subhanahu wa taolo mehr urayotdi. Allah'ın hududu, chegara fasildan hadnashib ketgan mushundoq oshqun, mushundoq
tağî, muşunluk bağı, e, Allah'ınki, Allah'ın Resul'le karşılaşkan. Muşundak kişilerin üzgünün, bu kişilerin üzgünü, yakmış kişilerin kalbini Allah subhanahu wa ta'ala peçiştir vardı o. Bulayını kandak adam tez bula, u Allah ularni inasiga chaqirgan narsaga qarshilashgan mushundaqlardinti. Bu bundan keyin keldi Allah. Ve u Allah'ınki mesela qarshilashgan ular bir narsa chaqirdi, ularni u narsa Allah'ın peygamberleri. Allah'ın peygamberleri ularni inin chaqirgan narsaga qarshilashgan mushundaq ablahlarning qatoridan bo'lgan keyingilardi bu. Ay ilgakilarga o'xshadik Allah. Shularning qalbiga Alloh subhanahu va taolo mehr urwatıdı. Nima uchun? Ular uchun ularning qilgan etgan jinoyatiga bir jazo bo'lsin uchun. ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون وأشراف قومه بالمعجزات الدالة على صدقهما فاستكبروا عن قبول الحق وكانوا قوما مشركين مجرمين مكذبين. Anındaki bu peygamberlerden keyin, aş yukarı peygamberlerden keyin Musa aleyhisselam ve Harun aleyhissalatu vesselam ne Pir'ön ve Pir'ön'ün kavimlerinin kattabaşlarına evet. Peygamberlik evet. O ikisininki rast ekanligini uqtirgan bir qancha mu'jizatlar bilan 9 mu'jizatlar bilan keladi mesela. Musa bilan Harun ne Pir'ön ve Pir'ön'ün çoğu leşkerlerge evet. Ular haqni qabul qilishdan bosh tortdi. Bular yolg'onga chiqirdigan, haqqa tuzkorlik qilgan jinoyatchi, mushrik, Allohga boshqalarni o'rtaq qo'shadigan, sherik keltirgan mushundaq qavmdi bular. فلما أتى فرعون وقومه الحق الذي جاء به موسى قالوا إن الذي جاء به موسى من الآيات إنما هو سحر ظاهر. Fir'ön'ün kavmiga bu haq kelibdi. Musa aleyhisselam ep kelgan haq. Bu Fir'ön ve Fir'ön'ninki kanat quyruqlarının aldığı bu haq kelibdi. Dedi bu Fir'ön ve Fir'önçiler nima deb Musa ep kelgan narsa olsa bu har xil mu'jizatlardan iborat. Bu 9 xil mu'jizatlarni avatgan evine. Nima? Asa, yedil bayda, qamla, pisht, zibda, enecho, qon, vel jarad, yennima, aşın şu 9 xil mu'jizatlar bilan kelgan. Ular nimda de cho'qim bo'lsa up ochiqar bu ko'z bo'yamchi bu. Bu sehrvoz bu dedi. قال لهم موسى متعجبا من قولهم أتقولون للحق لما جاءكم إنه سحر مبين انظروا وسب ما جاءكم وما اشتمل عليه تجدوه الحق ولا يفلح الساحرون ولا يفوزون في الدنيا ولا في الآخرة. موسى عليه الصلاة والسلام bu Pir'ön ve etrafındaki kanat quyruqlarınınki, Pir'önçilerininki sözlerden hayran bo'lgan holat shunda dedi. Nima deb? Sizlar kelgan haqiqatga mushuna demisizlar? Uni sizlar uch qashqari sehr demisizlar? Qarab boqinglar. Sizlar kelgan narsaning sifatlari qarab boqing. Va u narsa o'z qo'ynida qolgan narsa qarab boqinglar. Onun bir haqiqatini topsizlar. Azroq kallarni shiltinglar. Sehrgarlar hergiz o'z maqsadiga yetolmaydi. Dunyo va oxiratda hech qanday bir narsaga qozonolmaydi. قال فرعون وملأه لموسى أجئتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة غير الله وتكون لكما أنت وهارون العظمة والسلطان في أرض مصر
وما نحن لكما بمقرين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا لنعبد الله وحده لا şerike leh. Pir-ün ve pir-ünninki kanat kuyrukları. Haman, Karun, Bel'an deydiğallah. Haman olsa o bir vezir idi. O müdafiə ministeri degendek devletinki amallık harbi işlağa o bu bulgan pir-ünnin bu bir kanat kuyrukları. Karun olsa iqtisat ministeri mındak çıtkanda bugün günümüzdeki iqtisat ministerinin ornunu egalleydigan. Ama bu Musa Aleyhisselam'ın yakınlarından birisi. Musa Aleyhisselam'ın neslidir bu Karun. Bel'an o vaxtki bir dini rahber. Mesela azrık Yahudilerin Hamat degendek mesela ya ki Hristiyanların ruhban, rahipler degendek şu hükümet alimleri, hükümetinin hakimiyet mullası mandak çıtkanda o Bel'an bu mulla ama şu Pür'ünün mullası, Pür'ünün ki dini ademi. Muşmuş işler. Mele o degen. Dedi Pür'ün ve Pür'ünün mele'leri. Havaşi etraftakileri. Musa aleyhissalatü vesselam için ne medep? Ecitena li tusrifena amma vecedna aleyhi abâena. Sen bizden atıboğullarımız Allah'ın gayri ibadet kılışını ibaret bizim atıboğullarımız biz toğulup akloşumuz gelsek Allah'ın gayri çokunup gitken bizim atıboğullarımızı şunu üstü tapkan idik şu itikadның o'zidan, shu manhajning o'zidan sen bizni boshqa bir e'tiqod tarafiga o'rib tushirayotgan keldingmi? Va sen uchun ey Musa va Harun kattalik va Misr tuproqlarida, Misr zaminida podshohlik ishkanligi bo'lsin uchun keldinglarmi? Biz sizlarga hech qanday iqror qiluvchi emasmiz. Nima deb chiqqanlar bizga avatilgan elchi deb biz iqror qilmaymiz. Biz birla Allohga sherik yo'q bo'lgan birla Allohga ibodat qilish uchun biz sizlarga hech qanday iqror qilmaymiz biz. Biz sizlarga ergashmaymiz. Biz hargizmi ishkanlar bizning ota bobolarimizningki ibodat qilayotgan dinidan boshqa bir dinga bizni yo'tkatammaysizlar deb bu Qur'on va Qur'onning atrofidagi qalat quyruqlari bundaq tahdid qilishga boshladi. Xo'sh, oyat karimda hamda fa'alallohi tavakkaltu. Allah qil tavakkul qil demdi. Yani bunda mesela menimki uzun turuşum sizlarning ichingda naiti egri kelgan bo'lsa, naiti cho'ng ishib qolgan bo'lsa, meningki Alloh taolaning oyatlaridan sizlarni eslitishim sizlarga naiti egri kelgan bo'lsa, kabura degan aduma va shaqqa ma'noda egri kelgan bo'lsa va cho'ng'in bo'lsa u vaqtda bo'ldi sizlar xalqningmi qilinglar. U vaqtda meni o'ltirishimni, meni qo'g'lab sharni chiqarishni planlagan bo'lsanglar, fa'alallohi tavakkaltu. Mening tayancham Alloh. Alloh qil tayandim. Alloh qil tavakkul qildim deb. Fa'alallohi tavakkaltu. Buning da endi asli bu jar majrur bo'lgandan keyin bu muaxxar bo'lib kelishdi. Tavakkaltu alalloh deb. Ammo bu muqaddam bo'lib keldi. Bir qoida var. Takdim ma hakkuhu ta'khir yufidu taxsis deydigan. Bir narsani ilgari bo'lishi. Asli uning haqqi keyin kelish kerakdi. Lekin ilgari bo'lib qoldi. Uchu bir taxsisni yoki bir hasrni ifoda qilish uchun deydi. Ya'ni demakchi ay alallohi la ala g'ayrihi. Demakda men faqat Allohga tavakkul qilaman, boshqalarga emas demakchi deydi. Xo'sh, ajmiu degan lug'atda aiddu bundoq ma'no keldi. Aiddu azimu tayyorlik qilinglar, bel bog'langlar
degandek. G'umma bu de eynaksiz g'uva manda huqqagan demekçi. Yani bunu da de hayatımızda Allah subhanahu wa ta'ala sümme ba'asna min ba'dihim Musa ve Harun'a ila Firavun dedi. Biz o peygamberlerdi ki Musa ile Harun'u Pir'ön ve Pir'ön'ün kanat kuyruklarına, şu aşilerine, onunki devlet erkallarına, muşağa avat doktu. Emniyeti bulanı, hemen bütün Mısır halkı avat. Kendi hemmilen peygamberdi. Fakat bu pürün gemez. Ama bunu pürün gedişi onun başka peygamberine hemen ana. Lekad arsalna Musa ila kavmihi. Lekad arsalna Nuhan ila kavmihi. Hem şundak ila kavmihi ila kavmihi bütün umum ne maksat olsa bu Kıpti halkına bunu gelgende fakat pürün geldi de. Demek ki bunu da bu Kıpti halkının Mısır halkının bir psikolojisi de bularının rahberlerine ne kadar itaat kılış var. Ay qargılarca özünün rahberleriga şundaq itaat kıladigan, hatta öz uğuş yeydigan, içidigan, aşındaq yep işkeni çıkırdigan, muşu yer şarda aşla man uğuşaş ümlep mansımo enamin manadigan, öz uğuşaş bir xalqning özge bir adam özge bizning ilahimiz, bizning tanrimiz dese çok mulganın aş halatdaki bir itiqatparast, batıl olsun itiqatdan xali olamaydigan ay rahberleri ne başısa şu bolluğan, şu manlığın hak boğaç, Allah subhanahu teala üzün ilmi ezeli, ilmi ebedi İslam, bu Mısır halkı, bunun burunki kudama-i Mısri'ninki, psikoloji tabiatini bilgeç, bularning ay rahberleri, katta başları oңşalsa, kalanları aşağı egiş bilim oңuşup ketdi degenge Allah'ın ilmis boğaç bir yerde Musa bilan Harun'u Pir'ön ve Pir'ön'ün kanat kuyruklarına etrafındaki adamlarga peygamber evetdi deyiş bu. Olmasa hemmilen peygamber evetkende bütün Kıpti halkı, Mısır halkı. Yani bunu bunlar deyişi o halkın ne kadar rahberlerine itaatmen ikelligini şunu görsüp şunu işaret ediyor. Hoş dersimiz başlayan kifayelimiz. Allah halsa ət oğun buludu. Ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.